Assalomu alaykum. Bizni YouTube tarmog'i orqali kuzatib turgan kuzatuvchilar, darvoza olamini kuzatuvchilari, xudo xolasa sovuq bo'lishiga qaramay, qor bo'lishiga qaramay, xudo xolasa navbatdagi darvozamiz bilan Kazirog'imizda Andijon viloyati Oltinko'l tumani Qo'shtepaga olib kelib o'rnatib, uстановkalarni chiroyli qilib berdik. Endi sizga bir qator tanishtirib o'taman darvozani. Dubayskiy pechat darvozamiz. Xudo xolasa ko'ngildagidek chiqdi. Biz bilan doim bog'lanishib pastda raqamlar qoldiraman. Xudo xolasa darvozamizning razmerlariga keladigan bo'lsak, eni 330, balandligi 350. Kazirog'imiz bor. Kazirog' qilib berdik, ustiga bir aloq yopib 340 ga 450 bo'lgan Kazirog'imiz. Xudo xolasa darvozamiz o'sha hid darajasiga chiqayotgan 2024 da hid darajasiga chiqayotgan Dubayskiy shtambovka darvozamiz. Nerjavekalarni ham ajoyib kumush rangini ishlatib chiroyli qilib berdik. Xudo xolasa korobkalari shivilli bo'lgan 8 lik polni. Xo'p, oltiga to'rt profillar toza 1.3, listlari toza 1.3, stenkada bo'lgan, kraskalar G2 pol motivi qilib berdik. Nerjavakalari glansiy holatda bo'lgan. Xudo xolasa kimga shunaqa variantdagi darvozalar yoki Kazirog' xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamga, darvoza olamiga, ya'ni menga 0151 ga aloqaga chiqsalaring, ishlaringni tez va sifatli aytilgan muddatda xudo xolasa chiroyli qilib bitirib beramiz. Kimga yoqsa agar ishimiz, bitta like bilan kommentda o'z fikringizni qoldirib keting. Darvozamiz endi ruchkalarni ham qilib berganmiz mana. Bu ko'pchilikka yangi yil emas, bu ruchkalar. Xudo xolasa idealniy qilib, hamma nerjavekalarni yopishtirib, bir yaqinroqdan ham ko'rsatib o'ring-da operator, chiroyli qilib. Xudo xolasa darvozamiz o'ta idealniy chiqqan. Zamoklari albatta bizni hali uyaltirib qo'ymagan Zuber zamok. Mana eshik ochilib yopilishlarini qarang. Bo'ldi. Qilt etmaydi. Orqa tomondan ko'rinish qanaqa bo'ladi deganlar uchun bir qator orqa tomondan ham ko'rsatib o'ramiz mana. Orqa tomoni xudo xolasa shu holatda bo'ladi. Mana. Orqasi bir xilda, gerbetek sepilgan holatda bir xil razmerda bo'ladi. Kazirog'imiz ham o'ziga ajoyib yarashgan holatda bo'ldi. Xudo xolasa kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Ko'rinish shu bo'ladi. Agar kimgadir shumkali varianti keladigan bo'lsa, orqasi tekis bo'ladi. Mo'l ichkariga kiradi, oldida vibra bilan ulik, orqasidan steklovatniy shumka qilib turib, orqasidan tekis listda bosib, shumka qilib beramiz kimgadir ma'qul keladigan bo'lsa. Unaqa variantlarimiz ham bor. Darvozamiz xudo xolasa ko'ngildagidek chiqdi. Sovuq bo'lishiga qaramay, xudo xolasa kraskalarni ham idealni qilib, haligi xunuk darvoza emas, xudo xolasa chiroyli bitdi. Kazirog'imizni ham bir qator ko'rsating. Kazirog'larimiz ham idealniy, darvozamiz ham idealniy chiqqan. Hop, endi buni narxiga keladigan bo'lsak, 1 kvadratini shunaqa full materialdan 750 ming so'mdan qilib beryapmiz 1 kvadratini. Hop. Kazirog'imizniki 450 ming so'mdan chiqadi 1 kvadrat. 450 ming so'mdan. Mana shunaqa chirpitsa holatda bo'ladigan bo'lsa, firmali 3-2 dan bo'ladigan bo'lsa, 450 mingdan chiqadi. 450 mingdan boshlab 700 ming, 800 minggacha chiqaveradi. Bu darvozamiz ham shu 600 mingdan boshlab 1 milliongacha chiqaveradi. Lekin o'sha yaxshi tavsiya qiladiganimiz 750 ming variantda polni 1.3 admanka holati qilingan, bir xil chiqqan ko'zlari ham lazerni setka qilingan, cho'tki. Unda xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Darvozamiz razmerini aytdim. 330 ga 350, 340 ga Kazirog'niki 450. Ofsh summasi shuni 14,5 millionga kelib o'rnadi. Mana qish kunida mana xudo xolasa yangi yilga 2025 ga ham oz qoldi. Chiroyli qilib o'rnatib berdik. 14,5 million so'mga tayyor bo'ldi. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, chiroyli qilib kelishtiradigan holatlari bor, kelishamiz. Aloqaga chiqib, Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqsalar, kataloglar tashlab beriladi. Bundan boshqa darvozalar ham bor. Xudo xolasa chiroyli qilib bitirib beramiz. Mashina ishimiz ham ko'p trend bo'ldi darvoza. Yangiligi uchun o'ta ko'p qildik. Xudo xolasa doim aloqadamiz. Bir qator hozir video obzor yaqindan qilib ko'rsatib olib beraman. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.